9. pora. Şuayb qavmining imondan bosh tortgan takabbur cho'nglari: "Ey Şuayb, seni cho'qim agashguvchilaring yana sana iymon etganlar bilan qo'shib shahrimizdan haydab chiqarmiz yoki cho'qim bizning dinimizga qaytishinglar kerak" dedi. Şuayb: "Biz buning har ikkisini yomon ko'radigan tursak, bizni yanala shuningga majbur qilamsizlar" dedi. Şuayb yana aytdi: "Allah bizni sizlarning dininglardan qutuldirgandan keyin uningga qaytsak, albatta Allohga yolg'on chaplagan bo'lamiz. Parvardigorimiz Alloh xolisa, biz sizlarning dininglarga qaytmaymiz. Parvardigorimizning ilmi hammani o'z ichiga oladi. Allohga tavakkul qildik. Parvardigorimiz biz bilan qavmimizning orasida haq hukm chiqargan. Sen hukm chiqarguvchilarning eng yaxshisidirsan." Uning qavmining iymonsiz cho'nglari: "Agar sizlar shu ayibga agatsanglar, shubhisizki cho'qim ziyon tortisizlar" dedi. Ularga qattiq zilzila yuzlandi. Ular uylarida o'ltirgan peti ketib qoldi. Şuaybni inkor qilganlar Allohning halok qilishi bilan go'yo bu yerda turmagandek, ya'ni yashimagandek bo'lib qoldi. Şuaybni inkor qilganlar ziyon tortquchilardan bo'ldi. Şuayb ularga orqasini qilib: "Ey qavmim, sizlarga men haqiqatan Parvardigorimning elchiligini yetkazdim va nasihat qildim. Men qandaqmi kofir qavmga qayg'uray" dedi. Biz mayli qaysi shaharga bo'lsin, bir payg'ambar avatgan bo'lsak, shahar ahli uni inkor qilgan bo'lsa, ularning Allohga yolvurishlari, tavba qilishlari uchun ularni namratlikqa, kasallikka giribtor qildik. Ondan ularning beshiga kelgan kulfatni ne'matga aylantirdik. Shuning bilan ular ko'paydi. Ular bizning ota-bovlarimizning beshiga haqiqatan kulfatlar, ne'matlar kelgan edi. Bu zamonning odati. Allah tarafidan kelgan uqubat emas dedi. Ular xabarsiz turganda ularni ushtum-tut halaq qildik. Payg'ambarlarni inkor qilganlikdan halaq qilingan shaharlarning aholisi iymon etgan va kufrdan, gunohlardan saqlangan bo'lsa edi, albatta ularni osmon zaminning farovonliklariga muyassar qilardik. Lekin ular payg'ambarlarni inkor qildi, shun ularni o'z qilmishlari tufaylidan halaq qildik. Payg'ambarlarni inkor qiladigan shaharlarning aholisi bizning azobimizning o'zlariga ketisi, g'aflatda uxlayotganlarda kelishidan qo'rqmamdi. Shahar aholisi bizning azobimizning tushish vaqtida ular o'ynab turganlarda kelishidan qo'rqmamdi. Ular Allohning makridan, ya'ni ular tuyuqsiz turganda Allohning azob nozil qilishidan qo'rqmamdi. Faqat ziyon tortquchi qavmlar Allohning makridan qo'rqmaydi. Zamanning ilgirki egilari halok bo'lgandan keyin zaminga varis bo'lguvchilarni xolisa gunohi tufaylidan halok qilganligimiz, dillarini pechatlayib etadiganligimiz, ularga yana zaminga varislik qilguvchilarga ayon bo'lmadimi? Ular haq so'zni anglamaydi. Shu shaharlar aholisining ba'zi xabarlarini: "Ey Muhammad, sana hikoya qilib beramiz. Shak shubhisizki, payg'ambarlar ularga mo'jizalar olib kelgan edi. Ular ilgari haqni inkor qilganliklari uchun o mo'jizalarga iymon etmadi. Alloh kofirlarning dillarini ana shunday pechatlaydi. Ularning to'lisining bergan va'dasiga vafo qiladiganligini bayqamadik. Ularning to'lisining shaksiz fosiqlar, ya'ni Allohning amr farmonidan bosh tortquchilar ekanligini bayqadik. Mazkur payg'ambarlardan keyin Musoni mo'jizalar bilan Misrning Musa zamonidagi podshohi Fir'avnga va uning qavmining cho'nglariga payg'ambar qilib avatdik. Ular bu mo'jizalarni inkor qildi. Buzg'unchilik qiluvchilarning oqibatining qanday bo'lganligiga qaragan. Musa aytdi: "Ey Fir'avn, men haqiqatan olamlarning parvardigori avatgan payg'ambarman. Alloh nomidan faqat haqiqatdan boshqani aytmaslikka loyiqman. Rostilla parvardigoringlar tarafidan sizlarga mening rostligimni isbotlaydigan bir mo'jiza olib keldim. Shuning uchun Isroil avlodini men bilan qo'yib bergin, men bilan billa ota-bovularining vatani muqaddas zaminga borsin." Fir'avn Musaga: "Agar sen Parvardigoring tarafidan bir mo'jiza olib kelgan bo'lsang, bu da'voyingda rostchilardan bo'lsang, uni bizga ko'rsatgin" dedi. Musa hassini tashladi. U nagahon oshkor bir ajdahoga aylandi. Qo'lini qo'ltig'idan chiqarib edi. U nagahon qarg'uvchilarga nur chaqnatib turadigan oppoq bo'lib ko'rindi. Fir'avn qavmining cho'nglari aytdi: "Bu haqiqatan noiti usta sehrgar ekan. O sizlarni zamininglar, ya'ni Misr zamindan haydab chiqarib o'tmoqchi. Nima maslahat bersizlar?"
Ular aytdi. Ularning ishini o'zing bir fikrga kelguncha ta'xir qilgin. Shaharlarga sehrgarlarni yiquvchi kishilarni avatgin. Ular barliq usta sehrgarlarni sening huzuringga olib kelsin. Firavun sehrgarlarni yig'ishga odamlarni avatdi. Sehrgarlar Firavunning qishig'i keldi. Ular agar biz g'alaba qilsak bizga cho'qim mukofot berilamdi dedi. Firavun ha, mukofot beriladi. Uning ustiga sizlar cho'qim mening yaqin kishilarim bo'lib qolasizlar dedi. Ular yana sehrgarlar: "Ey Musa, Hasonni sen avval tashlamsan yoki biz o'zimizninkini avval tashlamdik" dedi. Musa sizlar tashlanglar dedi. Ular hasa arg'amchilarini tashlab kishilarning ko'zlarini bog'ladi. Ularni yana kishilarni qattiq cho'chitibdi. Ular kishilarning ko'zlariga cho'ng ko'rinadigan sehrni ko'rsatdi. Musaga Hasonni tashlagin deb vahiy qildik. Musa hassini tashlab edi. O ajdahoga aylanib ularning o'ydirma narsalarini darhol yutibdi. Haqiqat oshkor bo'ldi. Ularning ko'rsatgan sehrlari barbod bo'ldi. Bu yerda ular yana Firavun bilan qavmi mag'lub bo'ldi. Xor bo'lgan holda shaharga qaytdi. Sehrgarlar sajdaga bordi. Ular dedi: "Olamlarning Parvardigoriga iymon etdik. Musa va Harunning Parvardigoriga iymon etdik." Firavun aytdi: "Sizlar men ruxsat qilmay turib Musaga iymon etdinglar. Bu cho'qim sizlarning shahar, ya'ni Misrdagi cheg'onlarda aholini shahardan haydab chiqarish uchun Musa bilan birlashib oldin planlagan hilanglardir. Sizlarni qanday jazolaydiganligimni uzoqqa qolmay bilasizlar. Sizlarning qo'linglarni, putinglarni cho'qim o'ng chaq qilib, o'ng qo'linglar bilan so'l putinglarni yoki so'l putinglar bilan o'ng qo'linglarni cho'qim kesiman, ondan hammanglarni cho'qim darga esib o'ldiraman." Sehrgarlar aytdi: "Biz albatta Parvardigorimizning dargohiga qaytquchilarmiz. Sen bizni faqat Parvardigorimizning bizga nozil qilgan oyatlarga iymon etganliklarimiz uchun ayblayotsan. Parvardigorimiz bizga sabr ato qilgin, bizni musulmon petimizga qabz ruh qilgin." Firavun qavmining cho'nglari Firavunga Musa bilan uning qavmini zaminda fitna fasod turg'izishga, seni va sening ilohlaringni tashlashga qo'yib yutamsan dedi. Firavun ularning bolalarini o'ltiramiz, ayollarni bo'lsa xizmatga selishga qoldirib qo'yamiz. Biz albatta ularning ustidan hukmronlik qilamiz dedi. Musa o'z qavmiga: "Allohdan madad tilanglar, sabr qilinglar. Yer yuzi haqiqatan Allohning mulkidir. Allah onunğa bəndilərdən özü xalqan kişilərini varis qılıdı. Yaxşı aqibat taqvadarlarga mənsub dedi. Ola sen bizga kelishdan burunmi, kelgandan keyinmi hamon xorlanib keldik dedi. Musa Parvardigoringlarning dushmaninglarni halok qilishi, Misr zaminda ularning o'rniga sizlarni dastitishi, sizlarning qandoq ish qildiganliginglarga qarshi muvaqqaqdir dedi. Allohga qasamki, biz haqiqatan Firavun va uning tavallarining ibrat elishlari uchun ularni qahatchilik bilan meyvelarining usulini kemaytish bilan sinadik. Ular agar farovonlik, mo'lchilikdek bir yaxshilikqa erishsa, biz uningga haqliqmiz deydi. Agar ularga bir yomonlik kelsa, ular bu Musa va uning bilan birga bo'lgan mu'minlarning shumligidan keldi deydi. Ularga yetgan yaxshilik bilan yomonlik Musaning shumligidan emas, Allohning taqdiridir. Lekin ularning to'lisi buni, ya'ni ularga kelgan balo qazoning o'z gunohlari tufayli Alloh tarafidan kelganligini o'qimaydi. Ular, ya'ni Firavun qavmi, ko'zimizni bog'lash uchun har qanday mo'jiza keltirsangmi, biz senga hargiz ishonmaymiz dedi. Ularga suv opitini, chekatga, pit, paqa, qon balolarini ro'shan mo'jizalar qilib avatdik. Allohga iymon etishga ularning gadankashligi yo'l qo'ymadi. Ular gunohkor qavm bo'ldi. Ularga balo nozil bo'lganda, ular: "Ey Musa, Parvardigoringga o'zining senga ato qilgan ahdi bilan, ya'ni senga bergan payg'ambarligining haqqi hurmati bilan bizdan baloni ko'tarib o'tishga duo qilsang, Allohga qasamki, agar bizdan baloni ko'tarib o'tsang, senga cho'qim iymon etimiz, Isroil avlodini cho'qim sen bilan birga qo'yib beramiz" degan edi. Ulardan baloni vaqtli ko'tarib o'tgan chig'imizda ular to'satdan ahdilarini buzdi. Oyatlarimizni inkor qilganliklari va oyatlarimizdan g'afil bo'lganliklari uchun ularni dengizga g'arq qilib jazoladik. Bo'zaq qilingan qavmni, ya'ni Bani Isroilni biz barkatli qilgan Sham zaminining sharq taraflariga va g'arb taraflariga Isroil avlodi savr qilganliklari uchun
Parvardigorning ularga qilgan chiroyli va'dasi to'liq ishga oshdi. Firavun va uning qavmining salg'onlari, ya'ni imoratlarini va yasig'onlari, ya'ni bog'lari va ekinzorliqlarini vayron qildik. İsroil avlodini biz Qulzum dengizidan o'tkazib o'tdik. Ular butlarga cho'qinayotgan bir qavmning yinidan o'tganda, "Ey Musa, bizga ularning butlarga o'xshash but o'rin tipagin" dedi. Musa, sizlar haqiqatan nodon qavm ekansizlar dedi. Shubhisizki, shu kishilarning botil dinlari gumron bo'g'isidir. Ularning qilgan amallari bekordir. Musa, Allah sizlarning zamoninglardagi jahon ahlidan ortiq qilgan tursa, sizlarga uningdan boshqa iloh izdamdim dedi. O'z vaqtida sizlarni Firavunning qavmidan qutqizdik. Ular sizlarga qattiq azobni tetiklatdi. O'g'illaringlarni o'ldiratdi, ayollaringlarni xo'rlab ishiltishga elib qolatdi. Buningda Parvardigoringlardan sizlarga zo'r sinoq bor edi. Musaga bizga munojat qilishga 30 kechini va'da qildik. Onunga yana 10 kechini qo'shdik. Shuning bilan Parvardigorining va'da qilgan vaqti 40 kecha bo'ldi. Musa qarindishi Harunga, "Men qaytib kelganga qadar qavmimga mening o'rinbosarim bo'lib turgan. Ularning ishini tuzgin. Buzuqchilik qiluvchilarning yo'lida ma'mag'in" dedi. Musa biz va'da qilgan vaqtda kelgan va Parvardigori uningga bevosita so'z qilgan chaqda, "Parvardigorim, menga o'zingni ko'rsatgin, seni bir ko'rib olay" dedi. Allah meni bu dunyoda hargiz ko'rolmaysan. Chunki insonning bu ojiz teni buningga taqat qilolmaydi. Lekin taqqa qarag'in. Agar taq o'rinda mahkam tura olsa, meni ko'ralaysan dedi. Parvardigori taqqa tajalli qilish bilan tog'ni to'p-tuz qilibdi. Musa behush bo'lib yiqildi. U hushiga kelib, "Parvardigorim, sen poktursan, sana tavba qildim. Men sening ulug'lig'ingga ishonguvchilarning avvaliman" dedi. Allah aytdi: "Ey Musa, men haqiqatan seni zamoningdagi kishilar orasidan payg'ambarlikka va men bilan bevosita so'zlashishga tanladim. Sana men ato qilgan payg'ambarlikni qabul qilgan va shukr qiluvchilardan bo'lgan. Biz uning uchun Tavrat taxtlarga İsroil avlodi dinda muhtoj bo'lgan vaz-nasihat, diniy ahkomlarning hammasini tafsili yozdik. Ey Musa, uni ya'ni Tavratni mahkam tutqin. Hamda qavmingni uningdagi eng go'zal ahkomlarga amal qilishga buyurgan. Sizlarga fosiqlar, ya'ni Firavun va uning qavmining diyorini ko'rsataman. Yer yuzida noq takabburlik qiladiganlarni oyatlarimizni tushunishdan yiroqlashtiraman. Ular barliq mo'jizalarni ko'rgandimi, uningga ishonmaydi. Ular agar to'g'ri yo'lni ko'rsa, uningda mangmaydi. Gumrohlik yo'lini ko'rsa, uningda mangadi. Bu shuning uchunki ular bizning oyatlarimizni inkor qildi va uningdan g'ofil bo'ldi. Bizning oyatlarimizni va oxiratda Allohga muloqot bo'lishni inkor qilganlarning qilgan yaxshi amallari iymoni bo'lmaganligi uchun bekor bo'lib ketadi. Ularga faqat qilgan amallariga yarasha jazo beriladi. Musaning qavmi Musadan keyin, ya'ni Musa Parvardigorga munojat qilish uchun Tur tog'iga ketgandan keyin zinnat buyumlardan mo'zaydek ovoz chiqaradigan bir jonsiz mo'za yasadi. Ular mo'zayning o'zlariga so'zlayolmaydiganligini, yo'l ko'rsatolmaydiganligini ko'rmadimi? Ular uni ma'bud qilib oldi. Ular o'zlariga zulm qiluvchi bo'ldi. Ular mo'zayga cho'qinganliklariga pushaymon qilgan va ras azg'anliklarini tushungan chaqda, agar Parvardigorimiz bizga rahim qilmasa va mag'firat qilmasa, biz albatta ziyon tortquchilardan bo'lamiz dedi. Musa g'azablangan, g'amkin holda qavmiga qaytib kelib, "Men yo'q chaqda mo'zayga cho'qinib naqadar yomon ish qildinglar ha? Kutib turmay Parvardigoringlarning amriga oltirab ketdinglarmi?" dedi va g'azablanganligidan Tavrat taxtlarini yerga tashildi. Qarindishining chechini tutib o'z tarafiga tortdi. Harun aytdi: "Ey qarindishim, bu qavm meni bo'zak topdi. Meni o'ltirayotganlar tas qoldi. Meni dushmanlar oldida kulkiga qo'ymagan. Meni zolim qavm, ya'ni mo'zayga cho'qing'uvchilar qatorida sanamagan." Musa aytdi: "Parvardigorim, menga va mening qarindishimga mag'firat qilgin. Bizni rahmating doirasiga kirgizgin.
Sen eng rahim qilguvchi zotdirsan. Shubhisizki, Mo'zayni ma'bud qilib olganlar Parvardigorning g'azabiga uchraydi. Bu dunyoda xo'rliq qiladi. Allohga bo'ktan chaplig'uvchilarga biz mushundoq jazo beramiz. Yomon ishlarni qilib qo'yib, keyin tavba qilgan va iymonida samimiy bo'lganlarni tavbasidan keyin Parvardigoring albatta mag'firat qiladi. Ularga rahim qiladi. Musa g'azbi besilgandan keyin yerda yotgan Tavrat taxtalarini oldi. Uningda Parvardigordan qo'rquvchilarga hidoyat qilinadi va rahmat qilinadi deb yozilgan edi. Musa biz belgilab bergan vaqtda elib kelish uchun o'z qavmidan 70 kishini tanladi. Ularga zilzila yuzlanganda Musa Parvardigorim, xohlagan bo'lsang ularni va meni burunli halok qilgan bo'lading. Arimizdagi ahmoqlarning qilmish tufaylidan bizni halok qilamsan? Bu faqat sening siniqingdir. Shu orqali xohlagan bandangni ozdirsan, xohlagan bandangni hidoyat qilasan. Sen bizning egimizsan. Bizga mag'firat qilgin, rahim qilgin. Sen eng yaxshi mag'firat qilguvchisan. Bizga bu dunyoda va oxiratda tegishli yaxshilik qilgin. Biz haqiqatan senga tavba qildik dedi. Allah aytdi: Azobim bilan bandalarimdan xolgan kishini azoblayman. Mening rahmatim maxluqotning hammasiga o'rtaqdir. Rahmatimni kufrdan va gunohdan saqlanguvchilarga, mollarining zakatini berdiganlarga va bizning oyatlarimizga iymon etadiganlarga tegishli qilaman. Ular elchiga, ummiy payg'ambarga, ya'ni Muhammad alayhissalomga ergishdi. Ular o'z ilkidagi Tavrat, İncillarda onun sübütinin yezilganligini ko'rdi. U ularni yaxshi ish qilishga buyurdi. Yomon ish qilishdan to'sidi. Ularga pok narsalarni halol qildi. Nopok narsalarni harom qildi. Ularning ig'ir yukini yeniklatdi. Ularni silingan taqoq, ko'yzi kishanlardan bo'shatdi. Ya'ni ularga yuklangan ig'ir vazifalarni ep tashlaydi. Uningga iymon etganlar, uni hurmatlaganlar, uningga yordam berganlar, uningga nozil qilingan nur, ya'ni Qur'onga ergashguvchilar baxtga erishguvchilardir. Ey Muhammad, aytqinki, ey insonlar, men haqiqatan sizlarning hammanglarga Alloh tarafidan avatilgan elchiman. Osmonlarning va zaminning igdorchiligi Allohga xosdir. Uningdan boshqa hech iloh yo'qdir. Allah tirildirdi va o'ltirdi. Allohga, uning Allah va Allohning so'zlariga iymon keltiradigan elchisi ummiy payg'ambarga iymon keltiringlar. Hidoyat tepishinglar uchun uningga ergishinglar. Musaning qavmining, ya'ni Bani Isroilning ichida kishilarni haq bilan to'g'ri yo'lga boshlaydigan, haq bilan to'g'ri hukm qiladigan bir jamoa bor. Ular Bani Isroilni 12 tarmoqqa jamoalar qilib bo'lib Musaning qavmi bayovonda uningdan suv talab qilganda, Musaga Hasan bilan toshni urg'in deb vahiy qildik. Musa hassisi bilan toshni urib edi, uningdan qabilalarning soni bo'yicha 12 bo'loq etilib chiqdi. Har qabila o'zining suv ichadigan o'rnini bildi. Ularga bulutni soyvan qilib berdik. Ularga taranjibin bilan bo'dunini tushirib berdik. Ularga aytdikki, sizlar biz rizqlantirilgan lazzatli narsalardan yenglar. Ular bu ulug' ne'matlarga nonko'rlik qilish bilan bizga ziyon sog'ini yo'q. O'zlarini Allohning azobiga duchor qilish bilan o'zlariga o'zlari zulm qildi. O'z vaqtida biz ularga, sizlar bu shahar, ya'ni Baytul Muqaddasda turinglar, u yerdagi yemakliklardan xoliqininglarcha yenglar, shahar darvozasidan sajda qilgan holda kiringlar, kirayotgan cheg'inglarda, ey Alloh, gunohlarimizni kechirgandanglar, jimi gunohlaringlarni mag'firat qilamiz, yaxshilik qilguvchilarga savobini ziyoda qilamiz dedik. Ularning ichidagi zolimlar ularga aytilgan so'z Allohning amrini boshqa so'zlarga o'zgartirdi. Ular zulm qilganliklari uchun ularga osmondan azob avatdiq. Ular ya'ni Yahudilardan dengiz, ya'ni Qulzum dengizi bo'yidagi Ayla shahrining ahvolini so'ragan. Uning aholisi biliq tutish cheklangan kun shanbada Allohning cheklamasidan chiqqandi. Chunki shanba kuni biliqlar suv ustidan ularning oldiga keladi. Shanbadan boshqa kunlarda ularning oldiga kelmaydi. Fosiq bo'lganliklari uchun ularni mushundoq sinaymiz.
O'z vaqtida ularning ichidagi bir jamoa Allah halak qiladigan yoki qattiq azoblaydigan qavmga nima uchun vaz-nasihat qilasizlar dedi. Ular yana vaz-nasihat qiluvchilar Parvardigoringlarning oldida gunohga sukut qilib turdik deb o'zlari aytmasligimiz va ularning Allohdan qo'rqib, gunohdan cheklanishlarini umid qilganligimiz uchun shunday qildik dedi. Ular o'zlariga qilingan vaz-nasihatni qabul qilmagan chaqda yomon ishdan ma'ni qilguvchilarni qutqizdik. Allohning amridan chiqqanliklari uchun zolimlarni qattiq azobga duchor qildik. Ular nahiy qilingan narsani tark etishdan bosh tortganliklari uchun ularga xor maymun bo'lib ketinglar dedik. Ey Muhammad, o'z vaqtida Parvardigoring ularga, ya'ni Yahudilarga qiyomatgacha cho'qim qattiq azoblaydigan kishilarni avatib turganligini xabar qildi. Shubhisizki, Parvardigoring osiylik qiluvchilarni albatta tez jazolag'uchidir. İtaat qiluvchilarga albatta mag'firat qiluvchidir, marhamat qiluvchidir. Ularni, ya'ni Yahudilarni yer yuzida turli firqalarga bo'lib atdik. Ularning ichida yaxshilarmi bor, yaxshilardan tuvallarmi bor, ularning kufrdan va gunohdan qaytishlari uchun ularni qattiqchilik va kangchilik bilan sinadik. Ulardan keyin yomon avlodlar Tavratga varislik qildi. Ular bu dunyoning arzimas pul melini halol bilan haromni ayirmay qor qo'yib oladi va bizni Alloh afu qiladi deydi. Shundoq pul mol ularning qo'liga kelsa, ular yana oladi. Kitobda, ya'ni Tavratda Allohga yolg'on chaplamay, faqat haqni aytishlari uchun ulardan chin va'da elinmadimi? Halbuki ular Tavratdagi narsalarni o'qigan edi. Haromni tark etib, Allohdan qo'rqadiganlarga oxirat yaxshidir, buni tushunmamsizlar. Kitobni mahkam tutadiganlar, namoz o'qiydiganlar savobga erishadi. Biz yaxshi ish qiluvchilarning ajrini haqiqatan zoya qilib o'tmaymiz. O'z vaqtida turteg'ini qo'mirib ularning ustiga soyivandek tikladik. Ular tog'ni ustlariga tushib ketadi deb o'yladi. Ularga aytdikki, taqvodorlar qatorda bo'lishinglar uchun o'zinglarga berilgan kitobni mahkam tutinglar, uningdagi ahkomlarga amal qilinglar. O'z vaqtida Parvardigoring odam bolalarini ularning otalarining pushtidan chiqardi va ularni o'zlariga guvoh qilib, "Men sizlarning Parvardigoringlar emasmi?" dedi. Ya'ni Alloh o'zining ularning Parvardigori ekanligiga va birligiga odam bolalarini ixro qildirdi. Ular ixro qilib, buni o'z ustiga oldi. Ular, "Ha, sen bizning Parvardigorimizdirsan, guvohlik berdik" dedi. Ularni guvohlik bergizganligimiz qiyomat kuni ularning biz buningdan g'aflat qolgan ekanmiz demasliklari yoki ota-bobolarimiz ilgari sana butlarni sherik keltirgan edi, bizning faqat ularning avlodi bo'lib qolgan yerimiz bor, ya'ni bizning o'zrimiz bor. Gunohlarning qilmishlari tufaylidan bizni halok qilamsan demasliklari uchundir. Ularning gumrohlikdan, ota-bobolariga ergishishdan qaytishlari uchun oyatlarimizni mushundaq tafsili bayon qilamiz. Ey Muhammad, ularga shundoq bir odamning qissasini o'qib berginki, uningga oyatlarimizni berdik. U oyatlarimizdan o'zini tatdi. Uningga shayton opridi bo'lishi bilanlar gumrohlardan bo'lib ketdi. Agar biz xohlasak, uni taqvodor o'limalar darajasiga ko'tardik. Lekin u dunyoga berilib ketdi. Nafs xohishiga bo'ysundi. U go'yo bir itga o'xshaydi-ki, uni qo'g'livatsangmi tilini chiqarib asraydi. Qo'g'livatmasangmi tilini chiqarib asraydi. Bu bizning oyatlarimizni inkor qilgan ana shu qavmning misolidir. O'ylab beqishlari uchun bu qissani qavminga so'zlab bergin. Bizning oyatlarimizni inkor qilib, o'zlariga ziyon solgan qavmning misoli nima degan yomon? Allah hidoyat qilgan odam hidoyat topquchidir. Allah gumroh qilgan odam ziyon tortquchidir. Shak shubhisizki, jin va insonlarning nurg'unlarini do'zaxga yiqilg'i bo'lish uchun yaratdik. Ular dillari bo'g'ini bilanmi, u orqali haqni tushunmaydi. Ular ko'zlari bo'g'an bilanmi, u orqali Allohning qudratining dalillarini ko'rmaydi. Ular quloqlari bo'g'ini bilanmi, u orqali Allohning oyatlarini ibrat ilib tanışmaydi. Ular go'yo hayvonga o'xshaydi. Hayvondan mubattar gumrohdir. Ana shular g'ofildir. Allohning go'zal ismlari bor. Allohning shu go'zal ismlari bilan atanglar. Allohning ismlarini kaskanmas qo'lindiganlarni tark etinglar.
ular oxiratda qilmishlarining jazosini tortadi. Biz yaratgan ummatlar ichida haq yo'lga da'vat qiladigan va haqda ching turadigan bir ummat bor. Bizning oyatlarimizni inkor qilganlarni to'ydirmasdan asta-asta halokatga yaqinlashtiramiz. Ularga muhlat beraman. Mening azobim haqiqatan qattiqdir. Ular o'zining hamroyi, ya'ni Muhammad alayhissalomning majnun emasligini o'ylamamdi. O faqat oshkora ogohlantiruvchidir. Ular osmonlarning va zaminning saltanati ustida Allohning yaratgan maxluqotlari o'zlarining ajli yaqinlashganligining mumkinligi ustida fikr yurgizmamdi. Ular kalomulloh ekanligi shuncha ro'shan bo'lgan Qur'ondan boshqa yana qaysi so'zga ishonadi? Allah azdirgan kishini hidoyat qiluvchi bo'lmaydi. Allah ularni gumrohlarida qo'yib beradi-ki, ular tangriqab yuradi. Ey Muhammad, ular sendan qiyomatning qachon bo'ladiganligini so'raydi. Aytqinki, uning qachon bo'ladiganligini faqat Parvardigorim Alloh biladi. Uni faqat o'zi belgilagan vaqtda maydonga chiqaradi. Qiyomat osmonlarning va zaminning ahliga og'ir voqeadir. O sizlarga tuyuqsiz keladi. Go'yo sen qiyomat bilan noit tonishdek uni sendan so'rashadi. Aytqinki, uning vaqtini faqat Alloh biladi. Lekin kishilarning to'lisi uning vaqtining maxfiy bo'lishidagi sababini bilmaydi. Alloh xohlamagan ekan, o'zimga foyda yetkazish, ziyonni to'sib qilish qo'limdan kelmaydi. Qiyomatning qachon bo'lishini qandoqmi bilay? Agar men g'aybni biladigan bo'lsam, nurg'un manfaat hosil qilgan bo'lardim. Ziyon zahmatga uchirmagan bo'lardim. Lekin men g'aybni bilmayman. Shunga menga taqdir qilingan yaxshi yomonlik yetib turadi. Men faqat iymon etadigan qavm uchun ogohlantiruvchi va xushxabar berguvchi qilib avatilgan payg'ambarman. O sizlarni bir jondan, ya'ni Odam alayhissalomdan yaratdi. Odam alayhissalomning unsi ulfat elish uchun xotini, ya'ni Havvoni uning o'z jinsidan yaratdi. Xotini bilan yaqinchilik qilgandan keyin xotini yenikkini qo'rsoq ko'tarib eg'ir bo'y yurdi. O bolaning qo'rsoqda o'sib cho'ngishi bilan eg'irlashgandan keyin har xotin ikkalan Parvardigori Allohga, agar bizga a'zolari bejirim farzand ato qilsang, ne'matingga albatta shukr qiluvchilardan bo'lamiz deb duo qildi. Allah ularga bejirim o'g'il farzand ato qilgan edi. Ularning avlodi Allohga sherik keltirib, butlarga cho'qindi. Allah ularning sherik keltirgan ma'budlardan pakdir. O'zlari yaratilgan, hech narsani yaratolmaydigan narsalarni, ya'ni butlarni Allohga sherik keltiramda, o narsalar cho'qinuvchilarga yordam berolmaydi. O'zlariga yordam berolmaydi. Ularni to'g'ri yo'lga chaqirsanglar, ular sizlarga ergashmaydi. Mayli ularni da'vat qilinglar yoki jim turinglar, bu ular uchun baribir o'xshash. Ya'ni sizlar qaysi holatda bo'lsanglar, ular sizlarning da'vatinglarga javob qaytarishga qodir emasdir. Sizlar Allohni qo'yib ibodat qilgan butlar sizlarga o'xshash maxluqlardir. Ularni iloh degan da'voyinglarda rostchil bo'lsanglar, ularni chaqirib beqinglar. Chaqiriqinglarni ijobat qilib boqsin. Ular ya'ni butlarning mangdigan putlari bormi? Yoki tutadigan qo'llari bormi? Yoki ko'radigan ko'zi bormi va anglaydigan quloqlari bormi? Ey Muhammad, ularga aytqinki, sheriklaringlarni menga qarshi chaqiringlar. Ondan qo'linglardan kelishicha menga ziyonkashlik qilinglar. Ozroqmi muhlat bermanglar. Men Allohga yo'langanligim uchun sizlarga parvo qilmayman. Haqiqatan kitobni, ya'ni Qur'onni nozil qilgan Alloh mening egamdir. U yaxshilarga igdorchilik qiladi. Sizlarning Allohni qo'yib ibodat qiladigan butlaringlar sizlarga yordam berolmaydi. O'zlariga yordam berolmaydi. Agar ularni hidoyatga da'vat qilsanglar, ular hidoyat topmoq tugul da'vatinglarni anglamaydi. Ular sizlarga qarab turganda ko'rinsimi, lekin ular ko'rmaydi. Aponi do'st tutqin. Yaxshilikqa, ya'ni yaxshi so'z qilishga, yaxshi ish qilishga buyurg'in. Nodonlar bilan tang bo'lmag'in. Agar shayton sana vasvas qilsa, shaytonning vasvasidan Allohga sig'inib panoh tilegin. Allah haqiqatan so'zingni anglab turg'uchidir, ishingni bilib turg'uchidir. Taqvodor kishilar shaytonning vasvasiga uchirsa, Allohni aslaydi-da, haqiqatni ko'rib olib, shaytonning vasvasidan xalos topadi. Shaytonlar kuffar birodarlarini bo'lishcha ozdiradi. Ularni ozdirishdan bo'shib qolmaydi. Ular talab qilgan mo'jizalardan biror mo'jizni keltirmasang, uni nimishqa o'zing ijod qilmading deyishadi. Ey Muhammad, ularga aytqinki,
ish mening ilkimda emas. Men faqat Parvardigorim tarafidan menga vahiy qilinganiga amal qilaman. O'zligimdan mo'jiza yaratolmayman. Bu Qur'onda sizlarga Parvardigoringlar tarafidan keltirilgan dalillardir. Qur'on boshqa mo'jizalarga ehtiyoj qoldirmaydi. Iymon etgan qavm uchun hidoyatdir va rahmatdir. Allohning rahmatiga erishishinglar uchun Qur'on o'qilgan chaqda uni diqqat bilan anglanglar va jim turinglar. Parvardigoringni yelingan va uningdan qo'rqqan holda ichingda yod etgin. Atdiganda oqshomda uni past ovozda zikr qilgin. G'ofillardan bo'lmag'in. Parvardigoringning dargohidagilar, ya'ni farishtalar Allohga ibodat qilishdan bosh tortmaydi. Allohga tasbih aytadi va uningga sajda qiladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rahim. 8. sura Anfal. Madinada nozil bo'lgan 75 oyat. Nayt shafqatlik, mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Ey Muhammad, sahobalarning g'animatlarni qandoq taqsim qilishing to'g'riliq sendan so'rashadi. Ularga aytqinki, g'animatlar to'g'risida hukm chiqarish Allohga va uning payg'ambariga xosdir. Allohdan qo'rqinglar. Ixtilof qilishmay ittifoq bo'lib oranglarni tuzinglar. Agar sizlar mu'min bo'lsanglar, Allohga va Allohning payg'ambariga itoat qilinglar. Faqat Alloh yod etilsa dillarda qo'rqinish paydo bo'ladigan, Allohning oyatlari tilovat qilinsa iymoni kuchaydigan, Parvardigorga tavakkul qiladigan kishilarla komil mu'minlardir. Ular mukammal ravishda namoz o'qiydi. Biz ular rizq qilib bergan narsalardan Alloh yo'lida sarf qiladi. Ana shular haqiqiy mu'minlardir. Ular Parvardigorning dargohida yuqori martabalarga, mag'firatga va esil rizqqa, ya'ni jannatning tugamas ne'matlariga erishadi. G'animat taqsimoti to'g'risidagi hukmning Allohga va uning payg'ambariga xos qilinganligini ularning yoqtirmaganligi, Parvardigoringning seni haqliq ravishda uyingdan, ya'ni uying joylashgan Madinadan urushga chiqqanligini ularning yoqtirmaganligiga o'xshaydi. Mu'minlardan bir guruh odam dushmanga qarshi urushga chiqishni albatta yomon ko'rdi. Ular go'yo alomatlar ko'rinib turayotgan o'limga haydalayotgandek, haqiqat oydinlashgandan keyin haqiqat, ya'ni urushga chiqish masalasi ustida sen bilan munozirlashadi. O'z vaqtida Alloh ikki guruh, biri mushriklar karvoni, yana biri mushriklar qo'shinidan birining qo'linglarga keltirilishini va'da qildi. Sizlar qurolsiz guruhning, ya'ni karvonning qo'linglarga keltirilishini yoqtirdinglar. Alloh o'z so'zlari orqali haqni haq qilishni, kofirlarning yiltizini quritishni xohlaydi. Alloh gunohkor odamlarning yoqtirmag'iniga qaramay, haqni haq, ya'ni islomni oshkor qiladi. Botil, ya'ni kufrni barbod qiladi. O'z vaqtida duo qilib Parvardigoringlardan yordam tiladinglar. Allah sizlarga orqama-orqa tushadigan ming farishta bilan yordam qilaman deb duoyinglarni ijobat qildi. Allah sizlarga faqat g'alaba qildiganliginglarga bishorat berish va ko'nglinglarni orom topqizish uchun yordam berdi. Yordam faqat Alloh tarafidan keladi. Alloh haqiqatan g'olibdir, hikmat bilan ish qiluvchidir. O'z vaqtida Alloh tinchlandirish yuzasidan sizlarga uyqu beg'ishladi. Tahorat elib, g'usl qilib pok bo'lishinglar uchun, sizlardan shaytonning vasvasini ketkizish uchun, Allohning yordamiga ishonch qilib, ko'nglinglarning to'xtirishi uchun, qadaminglarning qumga petib ketmay mazmut turishi uchun Alloh sizlarga bulutdan yomg'ir yog'dirib berdi. O'z vaqtida Parvardigoring farishtalarga, men sizlar bilan birga mu'minlarning qadamlarini urush maydonida mustahkam qilinglar. Kofirlarning dillariga qo'rqinish solaman deb vahiy qildi. Qilich bilan kofirlarning gadallariga chepinglar. Ularning barmoqlariga hamma a'zosiga chepinglar. Bu shuning uchunki ular Allohga va uning payg'ambariga qarshilik qildi. Kimki Allohga va uning payg'ambariga qarshilik qiladi ekan, Alloh uni qattiq jazolaydi. Ey kofirlar jamoasi, bu dunyoda mushundoq jazoni tetinglar. Kofirlar oxiratda do'zax azobiga duchor bo'ladi. Ey mu'minlar,
Kafirlarning hujumiga duch kelgan chig'inglarda ularga orqanglarni qilmanglar, yana qochmanglar. Kimki qayta urushish yoki yordam tilash uchun musulmonlar jamoasiga qo'shilish maqsadida bir tarafga yutkilish qilmasdan, balki dushmanga orqasini qiladi ekan, u haqiqatan Allohning g'azabiga uchraydi. Uning joyi do'zax bo'ladi. Do'zax nima degan yomon joy? Ey musulmonlar, Badrda ularni sizlar o'z kuchinglar bilan o'ltirganinglar yo'q. Balki amalda ularni sizlarga yordam berib, ularning dillarida qo'rqinish paydo qilish bilan Alloh o'ltirdi. Ey Muhammad, bir siqim to'pini mushriklarga otqaningda sen otmading. Balki amalda uni mushriklarning ko'zlariga Alloh otdi. Allohning bunday qilishi mu'minlarga savob, g'alaba, g'animatlardan iborat chiroyli in'omlarni ato qilish uchun edi. Allah haqiqatan ularning so'zlarini anglab turg'uchidir, niyatlarini, ahvollarini bilib turg'uchidir. Bu Allohning mu'minlarga bergan in'omidir. Allah kafirlarning hiylasini cho'qim mag'lub qilg'uchidir. Ey kuffarlar jamoasi, agar sizlar g'albini tilasanglar, g'alba allaqachon sizlarga keldi. Ya'ni u sizlarning ziyninglarga keldi. Agar payg'ambar bilan dushmanlashishdan yansanglar, bu sizlar uchun yaxshidir. Agar uning bilan yana urushsanglar, biz uningga yana yordam beramiz. Qo'shoninglar ko'p bo'lgan taqdirdami, u sizlardan hech narsani daf qilib berolmaydi. Alloh haqiqatan mu'minlar bilan birlidir. Ey mu'minlar, Allohga va uning payg'ambariga itoat qilinglar. Sizlar Qur'onni anglab turib, uningdan yuz o'rmanglar. Anglamay turib, angladik degan kishilarni, ya'ni kofirlarni do'rimanglar. Shubhisizki, Allohning nazarida hayvonlarning eng yomoni haqni anglamay g'as bo'lib olgan, haqni so'zlamay gochi bo'lib olgan, yaxshi yomonni farq etmay aqlni ishlatmaydigan kishilardir. Agar Alloh ularda bir yaxshilik bor deb bilsa edi, albatta ularga haqni anglatadi. Ularga anglatgan taqdirdimi, ular haqdan albatta yuz o'rgan holda bosh tortadi. Ey mu'minlar, Alloh va uning payg'ambari sizlarni tirildiradigan, yana abadiy hayotga erishtiradigan iymonga da'vat qilsa, uni qabul qilinglar. Bilinglarki, Alloh kishi bilan uning qalbi orasida to'salg'i bo'la oladi. Qiyomat kuni sizlar Allohning dargohiga yig'ilasizlar. Sizlarning oranglardagi zulm qilganlarning beshiga kelish bilan cheklanib qolmaydigan balo qazodan saqlaninglar. Bilinglarki, Allohning azobi qattiqdir. Yod etinglarki, o'z vaqtida sizlar Makka zaminida osonlik bo'lib, bo'zak qilingan edinglar. Kishilar yana mushriklarning talon-taroj qilishidan qo'rqatdinglar. Shukr qilishinglar uchun Alloh sizlarni Madinada yerlashtirdi. Badr urushida o'z yordami bilan sizlarni kuchlantirdi. Sizlarga halol narsalarni rizq qilib berdi. Ey mu'minlar, Allohga, payg'ambarga xiyonat qilmanglar. Sizlarga qo'yilgan omonatlarga bilib turib xiyonat qilmanglar. Bilinglarki, sizlarning mollaringlar, bolalaringlar sizlar uchun bir turlik sinoqdir. Allohning dargohida cho'ng savob bor. Ey mu'minlar, agar Allohdan qo'rqsanglar, Alloh sizlarga haq bilan botilni ayiradigan hidoyat ato qiladi. Gunohlaringlarni kechiradi, sizlarga mag'firat qiladi. Alloh katta fazl egasidir. Ey Muhammad, o'z vaqtida kofirlar seni qamoqqa ilish yoki o'ldirish va yoki Makkadan haydab chiqarish uchun mikr ishlatdi. Ular mikr ishlatdi. Alloh ularning mikrini barbod qiladi. Allohning tadbiri ularning mikridan unumlikdir. Ularga bizning oyatlarimiz tilovat qilinsa, ular biz bu so'zlarni allaqachon anglagan edik. Agar xohlasak uningga o'xshash so'zlarni bizmi albatta qila olaydik. Bu faqat burunqilarning qolgan afsonadir dedi. O'z vaqtida ular, ey Alloh, agar bu ya'ni Qur'on sening tarafingdan nozil bo'lgan haqiqat bo'ladigan bo'lsa, osmondan ustimizga tosh yog'dirgan yoki bizni qattiq azob bilan jazolagan dedi. Sen ularning ichida turgan chig'ingda seni hurmatlash yuzidan Alloh ularga azob qilmaydi. Ular istig'for etib turgan chaqda
Allah ularga azob qilmaydi. Ular boshqalarning masjidi haramga kirishini to'sib Allah ularga nimishga azob qilmasin? Ular masjidi haramning egilari emas. Masjidi haramning egilari taqvodorlardan boshqalar emasdir. Lekin buni ularning to'lisi bilmaydi. Ularning masjidi haramning yenidagi ibodati faqat isqirtmoq, chavoq chalmoqdan iborat bo'ldi. Ey kofirlar, kofir bo'g'ininglar tufaylidan azobni tetinglar. Shubhisizki, kofirlar mol-mulklarini boshqalarni Allohning yo'lidan to'sish uchun sarf qiladi. Sarf qilgandan keyin ularning mol-mulklari ularga hasrat ib keladi. Oxir ular yengiladi. Kofirlar jahannamga haydab kirgiziladi. Allohning ularni dunyoda mag'lub qilishi, oxiratda jahannamga haydishi kofirni mu'mindan farqlantirish uchundir. Allah hamma kofirlarni üstü-üstiga dövlab to'plagandan keyin do'zaxga tashlaydi. Ana shular ziyon tortquchilardir. Ey Muhammad, kofirlarga aytqinki, agar ular kufrdan, payg'ambar bilan dushmanlashishdan yonsa, ularning o'tganki gunohlari mag'firat qilinadi. Agar ular payg'ambar bilan qayta dushmanlashsa, o'tganki payg'ambarlarimni inkor qilganlarni halok qilish mening tutgan yo'lim bo'lib keldi. Ularni shunday qilaman. Fitna tugigan, din butunlay Alloh uchun bo'lganga qadar ular bilan urushinglar. Ular yana islomga davomli dushmanlik qilayotganlar qilmishidan yonsa, Allah ularning qilmishlarini ko'radi. Agar ular iymondan yuz o'risa, ey mu'minlar, bilinglarki Allah sizlarning madadkoringlardir. Allah nima degan yaxshi madadkor, nima degan yaxshi yordamchi.